Assalom, hürmetlik anlarmenlerim. Kitap okuş munbiri Avlodlar tor betiga hoş geldiniz. Hazır Halide İsrail'nin Keşmiş namlıq romanını anlatışını davamlaştırımız. Romanı başlaştığın ilgiri 2 nuqtani şərhlep ötküm var. O bolsumu Allah halsa aldığımızdaki cüme günü uluq Ramazan yetip geldi. Men romanni Ramazan başlanışdan ilgiri tügütüşünü planladım. Şunun üçün bugünden itibaren her günlük anlatışımız yarım saat emas, belki 10-15 minut artıqraq anlatıldı. Vaqt bolğaysız. Andın ilgiri aldınqı günü oqulğan məzmunlarını qısqaça xulaslap ötkendim. Vaqt münasibeti bilen bu bir haftalık anlatışda qısqaça məzmununu ta'kidlab o'ltirmayman, ammo romanni tugatgandan keyin umumiy mazmunini qisqacha xuloslab o'z ta'sirotlarim bilan huzuringizga sunaman. Xo'sh, romanni boshlaylik. 24-bob. Namat Dadujan Gungshega yig'inga berib kelgandan keyin Etret kadrları bilen partiya ittifoq a'zolarini yig'ib, nahiya bo'yicha ichilgan Dajaydin o'g'inish yig'inining ruhini yetkazdi. Onun jiddiy turqidan hayajonlanib, gapni ittik qilishlaridan bu yig'inning odatdagi yig'inlardan emasligini bilib olg'ili bo'ladi. O nahiyalik partkom shujisi Liu Ligoning yaqinda ishkiri o'lkadagi Daduga ekskursiyaga berib kelganligini, qaytib kelgandan keyin nahiyalik partkomdagilar bilan birlikda bir necha yil ichida nahiyani Dajaychi nahiya qilib qurib chiqish planini tuzganligini, har qaysi gungshi Daduylardanmi o'z oldiga plan tuzib, yuqoriga yo'llashni talab qilganligini yetkazib, ko'pchilikni muzokaraga soldi. Dajaydin o'g'inish to'g'raqliqlar uchun yangi ish emas edi. Ular 60-yillarda Mavjushining yezi ikiligida Dajaydin o'g'inishga chaqir qilganligini, namrat, sharoiti nachar dajayliklarning o'z kuchiga tayinib, tog' beshida palampay etiz yasab, suv qurilish qilib, ochliqdan mo'l hosil elib qolmay, davlatga nurg'un to'kib qo'shganligini biladi. Yillardan buyon Dajaydin o'g'inish shuari gohida kuchayib, gohida sustlab qolsa-mu, üzülmegen edi. Kişiler yana Dajaydin o'g'inish bo'lsin yoki boshqa har qandaq yerdan o'g'inish bo'lsin, oxirgi maqsad qattiq ishlab, to'g'raqliqning dehqonchilik sharoitini yaxshilash, ochliqdan mo'l hosil elib, davlatga to'kib qo'shish ekanligini obdan tushunadi. Shunga o'z o'ylarini bir-birlab o'tirg'a qo'ydi. Ularning fikri asosan o'stangni qayta yasash, damba tosma qurib, eriqlarni yurishlaштirish, bir necha yerda quduq qazish, Gungshega boradigan yo'lni yasash, Daduydagi ilmiy tariqchilik punktini, tajriba etizlarini asliga keltirish qatorliqlardan iborat bo'ldi. Bu gaplar Namatni qanoatlantirolmadi. O Dajayning eng muhim tajribasi sinipiy kurashni tutqi qilish, kapitalizmning quyruqini kesish ekanligini, buni o'rganmay Dajaydin o'rgangili bo'lmaydiganligini ta'kidladi. Uning ulapla yana bir gap, Liu Shuji yig'inda bir mo palampay etiz, bir necha mo tuzlang etizga baravar keladi ekan. Bu yerdan ko'p qatlamliq foydalanishga bo'ladi ekan. Bizning to'g'raqliqdagi yeri oz, sharoiti nachar joylarimiz palampay etiz yasashni yo'lga qo'ysa bo'ladi dedi. Yig'in oxirida texi men bilan alayda ko'rishib, noyilik partkom sizlarning to'g'raqliqni Dajaydin o'g'inishdagi nuqta qilishni o'ylashyapti. Heliqidak sizlardan ko'proq odamni Dajayga ekskursiyaga opirishimiz mumkin dedi. deb yetkazdi. Namatning oxirgi gapi ko'pchilikni ruhlantirdi. Hammaylar Ras, biz bu yerda o'ltirib har qancha so'zligimiz bilan bekorkan. Bizmi Dajayga berib, u yerdagilarning nima ish qilayotganligini o'z ko'zimiz bilan ko'rib, andin o'rgansak texim yaxshi bo'lmamdi, deyishdi.
Abdug'ani axun ishlaydigan ish bo'lsa, biz ishdan qo'rqib qolmaymiz. Har qancha ishilsak, sakrab ilgirlash yillarichilik ishlarmiz. Lekin palampay etiz deganni biz umrimizga kelib ko'rib baxmagan. Uni qanday yasashni bizga texniklar o'rgatmasi bo'lmas. Shunga bu yil qish yo'l bilan o'stanga tutish qilayli. Qolgan ishlar oydinlashgancha izig'i tushib ketar, dedi. Ko'pchilik bu fikrga qo'shildi. Faqat Na'matla qopqini turib, undamay o'ltirdi. To'g'raqliqlar shuningdan tartib Dajaydan saq 7 yil o'gandi. Bu jarayonda to'g'raqliqdan yana 4 odam Dajayga berib ko'rib keldi. Ular Urumchiga borgucha, Urumchida poyezdga chiqib Dajayga borgucha nurg'un shahar, yezilardan, tog' daryolardan o'tib, "Poh, jahon degan asli mundaq ekan. Jungo nima degan cho'ng, xalqi nima degan ko'p. Biz qumliqning o'ttirsidagi allaqanchalik yurtimizdan chiqmay, jahon degan mushu deb o'taveradi ekanmiz", deyishib ketdi. Ular bilan billamangan tarjimon yigit bizning ko'rganimiz texi Jungoning ozli bir qismi. Jungoda Shanshidak o'lkadan 23si, Shinjongdak avtonom rayondan 5i bor deganda ular texima hayron qilishdi. Hammadan qoram toshlarni yonib tog' ustida suv amri yasigan. Nech tog' hosil bo'lgadak to'pa tosh to'shib, tog' bag'irlarda palampay etizlarni barpo qilgan pakar uruq inishib mangadigan chiroyi to'g'raqliqlarga o'xshash qaradab qo'rilib ketgan Dajay dehqonlarga qoyil bo'ldi. Ular to'g'raqliqqa cho'nqur ta'sirotlar bilan qaytib keldi. Biroq palampay etizni qandoq yasashni yanini bilolmadi. To'g'raqliqda tog' yo'q edi. Qumdo'nglarda palampay etiz yasqili bo'lmaydi. Ular Dajayning sinipi kurashni tutqi qilish, kapitalizmning quyruqini kesish tajribasini obdan o'rgandi. Pomishchik, boydehqon, buzuq unsurlarga, kapitalizmning quyruqlariga, proletariatning polat mushtimining ta'mini tetitib, kunda nech qitimlab kurash pepon qilib, ularni bosh ko'tarolmas qilib etdi. Qoldiruq yer amaldan qoldi. To'g'i baqqan, qo'y baqqan, baqilgan, qo'shimcha kasb bilan shug'ullanganlar pipan sazoy qilindi. Johillari qo'lga elinibmi ketdi. Kangyovdan eshib ketish, Huanghedan, Changjangdan eshib ketish degandek dehqonlar og'zi kelmaydigan shuarlarning hammasi ochliqning birlik usulini ta'kidlaydi. Birlik usulini oshirish uchun o'tloqlar, o'rmonlar buzib etilib, ochliq terildi. Birlik usulini oshirish uchun an'anaviy bug'doy, qo'noq sortlari bekor qilinib, usuli ko'p, ammo oziqlik qimmati to'van sholg'ut sortlar umumlashtirildi. Ilgari to'g'raqliqning neni dongliq edi. Sirtdan kelganlar bu yerdagi ayollarning quruq suvga silib atgan uyg'urlarini maqtashadi. Oqqonoq zog'irlarimi bug'doy nonga bergisiz edi. Sholg'ut yangi sortlar paydo bo'lgandan keyin to'g'raqliqlarning osh nenida tam qolmadi. Lekin birlik usulni oshirish shuari oldida bu ishlarning tilga olg'uchiligi yo'q edi. Qaysi bir yili Dajay Daduyning shujisi beshiga lo'ngichiga olgan dehqon markazga cho'ng boshliq bo'lganda, to'g'raqliqdagi kadrlar xuddi o'zlarining qeyrindishi boshliq bo'lgandek xo'shal bo'lib ketishdi. Bu odam ular bilan qo'l ilishib ko'rishgan, ularga tajribasini so'zlab bergan edi. Shu yili to'g'raqliqlar og'cha do'ngni to'p-to'kib egizletib, atrofiga tosh yig'il bilan qirich qirib, palampay etiz yasidi. Bu yerga terilgan ko'zga bug'doy takshi unib chiqqanda kadrlarmi, a'zolarmi "Mana endi Dajaydan uyanganga o'xshidiq" deyishdi.
Gongshi nahiye rahbarlar kelib, ular yasıgan palampay etizga yuqori baho berishdi. To'g'raqliq nahiye bo'yicha Dajaydin o'ginishdiki ilg'ari o'rin. Ne'mat bo'lsa ilg'ar yacheyka shujisi bo'lib taqdirlandi. Bu 1970-yillarning o'ttirisi edi. Shu yillari to'g'raqliqdagi bir necha dehqon ayni yillari to'xtiqoriylar barmoqchi bo'lgan yava yangaqliqqa chuchukbuya ko'lig'li bordi. Yaqindan buyan chuchukbuya pulga yaraydigan bo'lib qolgan edi. Dehqonlar o'g'irliqcha ko'ligan chuchukboylarni nahiyaga opirib sotadi. Bir qitim dehqonlar ko'lib olgan chuchukboylarni eshaklarga ortib, harvalarga besib qaytib kelayotganda ushtum tut qumliqning ishkirisidan gulgurlagan ovoz anglanib, yer silkingandek bo'ldi. Ular başlarını kötürüp qumluq bağırdan qapqara bir xil suyuqluq etilib chiqqanligini ko'rdi. Suyuqluq tövrükdek osmon pelak o'rlab atrofga chechilib tushishga boshladi. Ular qo'rqinchdan qetib qoldi. Hech qaysisining tili gapga kelmaydi. Badani yerga mixlab qo'ygandek midirlamaydi. Xeyli uzoq o'tganda qeyri bir dehqon tizlanib: "Ey shafqatlik Allah, asi gunohkor bandalaringni o'z panohingda saqlag'aysin. Bilib bilmay o'tkazgan gunohlarimizni mag'firat qilg'aysin" deb duo qilishga boshlagan edi. Qolganlarmi tizlanib o'ltirishdi. Ular zamoni oxiri bo'lib, yer yerilganligini o'z ko'zimiz bilan ko'rdik. Yana nima ishlar bo'larkin deb o'ylashadi. Ular xeyligicha duo qilib o'ltirishgan bo'lsa-mu, hech qanday ish yuz bermadi. Faqatla osmon palak bo'lib etilib chiqayotgan suyuqlikning sharqiragan ovozi to'xtamay anglanib turadi. Atrofni kirsinning puruqiga o'xshab ketadigan sesiq puroq bir algan edi. Ular mahallaga qaytib borganda hammasining eg'iz burunlarga qo'qoq o'rlab ketgan edi. Ular ko'rganlarini boshqalarga so'zlab berdi. Bu xabarni Dadoy boshliqlari Gungshedikilarmi angladi. Nahiye viloyatdan odam kelib tekshirib, qumluqdan etilib chiqqan suyuqlikning neft ekanligini, uning sanoat uchun qanday zo'r narsa ekanligini, uning bu yerga taraqqiyot va baxt ilib keladiganligini aytdi. Shuningdan keyin to'g'raqliqdan har xil mashina, avtomobillar o'tadigan bo'lib qoldi. Mashina, avtomobillar to'g'raqliqda bir pas to'xtab, qumluqning ichkarisiga kirib ketadi. Ularning ba'zilari qaytib keladi. Yana ba'zilari qaytib kelolmaymi qoladi. Mashina bilan kelganlar ba'zi yerlik dehqonlarni yo'l boshlatish uchun mashinalarga selib oladi. Shu mezgilda qumluqqa kirib chiqqanlar mundaq bir vahimlik hikoyani so'zlashib yurdi. Qumluqda ezutqu paydo bo'ptimish. Har qitim mashinalar yo'ldan ezib, odamlar umidsizlik batqanda, ularning yinida dumbisiga qapoq ortgan oppoq soqol bir bovay paydo bo'larmish. U odamlarga qarab qo'yib, oldiga qarab mang'adi ekan. Onunğa əgişib mağallar qumluqdan məngü çıxalmaydı ekan. Xoş, şunun bilan romanning 2 qismini tugatdik. Hozir 3-chi qismini boshlaymiz. Əmgikimizga hurmat qiling. Asarlarni ko'chirib tarqatma. 25. bab. Beijingning Chang'an yo'lida pick-up avtomobillar, velosipedliklar va piyodalarning uzilmas eqini ichida beshiga badam do'ppa, uchisiga harbiychi chapan, ko'k ishton, putiga yangi rezinka oyoq kiygan Rozaxon bir nahiyalik savog'dishi egambardi bilan ketib boradi.
Әйнәктәк сылык, кәң, азады yol. Həşəmətlik yol çıraqları, egiz, hayvətlik binalar, binalarının tüvrüklük kən pəştaqları, gün nurda valıldap turduğan nəqişlik, körkəm işik derizlər, güllüklər ularını bəkmi cəlib qılatdı. Hər ikilisi gah egizgə, gah pəskə hang beqib qarab, əne, avu millətlər sarıyı, avu poçta binası, deyişib, gahida adamlarga soqulup ketkinini sesmey qalatdı. Vəzib minib yürüdüğən Beyjingliklar çırayı və yürüş duruşu özlərə faqatla oxşamaydığan bu adamlarga əcəblinib qarşıladı. Anda sanda bəziləri ularga qarab Şinjanlıqlar deb qoyub ötüb ketişətdi. Mundaq gaplarni anlaganda Roza axun bilan Egenberdi, "Hoy, bizni biladiganlarmı bar ekan ha?" deb külüşətdi. Ular Wang Fujin, Chenmen degan yerlarni aralab, ba'zida Shidan taraflarga o'tib yoki kichik ko'chalarda ezib yurib, kashlik sinib yig'iniga aran ulgurib qaytib kelishadi. Sinib yig'inidan keyin yataqdoshlari ochqib qo'ygan shult teteydigan mo'mi bilan tuzlangan sayni ishtiha bilan yeb, xeyli vaqtlargacha ko'rgan bilganlarining paringini silib, o'ltirishib, nahayat kash yotadi. Yotqan kirib yetib bo'lgandan keyinmi, hayajonlari besilmay, xeyli uzoqcha uyqusi kelmaydi. Kunlar, oylarning o'tishi bilan qiziqish, hayajonlanishlarmi besiqib, uning o'rnini, yurtni, ota-ona urug' tuqqanlarini seg'inish egallashga boshladi. Ba'zi qiz bolalar oqshimi yotqanda yetib, ota-onasini uyini seg'inib yig'lashadi. Ammo ularning hammasi tasdi erishgan bu fursatni ching tutib o'rganmasi bo'lmaydiganligini biladi. Ular Millatlar Universitetining tayyorlik fakultetida 2 yil o'qib, Xanzu tilini to'liq egallagandilar. Boshqa maktablarda o'zi xohlagan kasbda o'qiy oladi. Ularning musofasi texi uzoq edi. Bu musofining oxiriga yetish uchun belni ching bog'lamay bo'lmaydi. Rozaxon dastlabki vaqtlarda boshqa yurtliq savoqdoshlarining Xanzu tilida ravon so'zlasha oladiganligini ko'rib, o'zini bu yerga o'qishmay kelib qolgandek sezib yurdi. Ammo to'g'riqlikda yuribmi, nurg'un kitoblarni o'qigan, o'zligidan tabiiy fan darsliklarini o'rganib, 1978-yili oliy maktab imtihoni asliga keltirilganda, viloyat bo'yicha yuqori nomer bilan imtihondan o'tgan Roza Axunni sal chog'lig'i bo'lmaydi. U o'rganishga kirishib ketsa, hammani unutdi. Kunlab sinfdan chiqmay, kitobdan bosh ko'tarmay o'ltira oladi. Yarim yilga qolmay, u xom so'zni ko'p biladiganligi, grammatika va jumla tuzishga ustunligi bilan ko'zga ko'rindi. Yil oxiriga bormayla imtihonlarda hammani besib tushdi. Yozliq ta'tilda maktabning atrofidagi kichik bir seyirtma zavodida haqsiz ishlab, Beijing talaffuzida odatdagi gaplarni qila oladigan bo'ldi. Ikkinchi o'qish yilda maktab qiroatxonasidan kitob oriyat ilib o'qishga boshladi. U bir kitobni qo'liga olsa, kirishib qoladi. Bilmaydigan xatlar uchirsa, lug'at oqtirib o'rganib olmoqcha ko'ngli tinmaydi. Kitobni o'qib bo'lib, o'ziga yaragan bo'lak abzaslarni tarjima qilib boqadi. Dastlabda uni ko'zga ilmagan, uning talaffuzini do'rab, masxara qilgan Egenberdi ikkisining Wang Fujindagi bir oshxonaga kirib, bir qachadan tomoq buyurtolmay, yarim kun o'ltirib, oshqo'rsoq yenib chiqqanligini latifa qilib, ko'zdan yosh chiqadek kulishib yuradigan savoqdoshlari hamda uni hurmat qiladigan, bilmagan yerlarini oningdan so'raydigan bo'lib qolgan edi. Ularning ichida qizlarmi bor edi albatta. Bu bir yilda Roza Axunning yurish turishidimi ko'p o'zgarish bo'ldi. U boshqa o'g'il savoqdoshlaridek chosh qo'yib oldi.
Ақшыме шимni o'rin ko'rpisining ostiga bostirib qir chiqaradigan. Ko'nglikini 2 kunda bir yuyib, yoqsiga kir qo'ndirmaydigan bo'lib qoldi. Bir kuni ақшыme u sinfda dars takrorlayotdi. Oldingi partada o'ltirgan Ramila burilib, bir gapi bordek onunga qarab kulib qo'ydi. Başqa balalar ketib bo'lganda, u Rozaxonning yenidagi o'ringa kelib o'ltirib, Rozaxonning yangi oyig'ini ko'rsatib, "Oyig'ingiz chiroyli-ku", dedi. Rozaxon kulib qo'yib gap qilmadi. Maktabdan namrat o'quvchilarga qishliq kiyim-kechak tarqatganda, onunga bir tevitliq ishdan bilan tantarbiya oyig'i takkan edi. Akşam bizning yotoqqa 2 xanzu qiz kepti. Qaysi biri zavoddan keldik deydi. Ular heliqi chet ellikka o'xshaydigan seriq chashliq yigit bilan ko'rsak bo'ladi deb sizni saqlab xeyli uzoq o'ltirdi. Ular sizni bek tirishchan ham aqlli ekan deb maqtishib ketdi. Shug'inisi siz ular bilan ko'rishalmadingiz. Ta'tilda men ishlagan zavoddagi qizlarmikin, men ulardan til o'rgangan. Özünüz bilmeysiz-ku deymen. Sizni başqa sinfdagi qizlarmi bek so'raydi. Heliqi chiroyli balonlar nemishqa texcha peshidan bodam do'ppisini elib etmaydigandu. Ununkidek tabiiy budir chashni Xudoyim bizga bersin shu deb armon qilishib ketdi. Oqshimi qo'liqingizmi qiziydigandu? Haras qizlarning ko'zini qizartqudek chechingiz bo'lgandan yalan başlaq yursangiz bo'lmamdi. Bu yerda hamma odam shundoq yurgandikin. Rozaxon nima deb javob berishni bilmay qoldi. Uning ko'z oldiga yurtidagi tug'ilgandan tortibla beshiga do'p kiydigan ushaq balalar, yigitlar, dadasi, cho'ng dadasi keldi. U mu shularning biri edi. Yalan başlaq yursa, zodi nima ziyni borligini ancha bilib ketmisimi, bir yeri ichilib qoladigandek yoki badanining bir a'zosi kam bo'lib qolgandek tuyg'udan qutulolmay azoblanadi. Shuning uchun u do'ppisini nech qitim elib etib bo'lib, yana kiyib olgan edi. U Ramilaga duduqlab turib, "Men mushunda ko'nib qoptiman", dedi. Ramila onunğa do'ppi to'g'risida qayta eg'iz ochmadi. Lekin ikkalisi Ақшыme sinfda yolg'iz qolgan chaqlarda ilgirgidek ochiq yo'ruq paranglashadi. Rozaxonmo hech kimga demagan gaplarni onunğa deydi. Yotoqdoshlari uni Ramilaga chaplab chaqchaq qilishadi. Rozaxon Ramilani boshqa qizlardan yaqin ko'rsimi, shaharda cho'ng bo'lgan bu erkak qizni to'g'roqlik bilan anası ve aksının xotini elim-gül bilen bağlap tasavvur qilolmaydi. To'g'roqlik onun ko'nglidagi muqaddas joy edi. Shunga u hissiyotini erkiga qo'yib etmay, ko'proq o'rganishga beriladi. Uzoq kesal tartgan sahib chamalga o'xshash solu rang jilvesini yo'qitib, quruq qaqshal bo'lib qolgan to'g'roqlik qachonlardadir asta-asta yana o'sniga to'lishga boshlagan edi. Po'lat tavlashdan keyin qum bo'ronning zeynini ko'p tartgan to'g'roqliklar ko'chat tikib, o'rmon bino qilishni yilma-yil bo'shashtirmay ching tutib, kent atrofidagi qatma-qat o'rmon balbog'larini yetishtirgan edi. Ayni yillari kesilib, ko'linib, vayron qilib etilgan to'g'roqlarmi yillarning o'tishi bilan cho'nqur yer tegidan bix surib, bab-baravar bo'y tortib, vujudidagi kuch qudrati ham sehriy kuchini namoyon qilishga boshlagan edi. Ziroat, o't-cho'plar qurib, söget, jigida teraklar orqa-orqadan yopirmoq tashlab, zamin yalang'ochlanib qolganda, qiro qaplagan dalada kash ko'zning so'g'uq shamili vush qiytib yurganda, qizg'uch seriq rangi kirgan to'g'roq yopirmoqlari, qum do'nglari va dalalarni qoplagan yolqindek lavuldaydi. Shivirganda uchib
tushganlari oltin ranglik poyandoz bo'lib, zaminga yeyilsa, shehida qolganlari yiqilmas bayroqdek oxirigacha qaysarlik bilan lepildashib turadi. Kuzda yosh bir rassom to'g'roqlikning sirtidagi qum do'nglariga rasm jozisini tiklab qo'yib, o'zi yolg'iz o'ltirib, biror oygacha rasm chizdi. Uni nima ish qilyapti ekan deb yeniga borgan ushshaq bolalar, podichilar yoki o'tin targili borganlar axlatiga sizilgan ajoyib rangdor ko'rinishlarni ko'rib, uning o'zlari kunda ko'rib turadigan yurtining manzarasi ekanligiga ishonmay qoldi. Aşı yili kuz va ikkinchi yili atiyozda to'g'roqlikda kishi ishinalmugidek yengiliklari ko'p bo'ldi. Dajaydin o'g'inish amaldan qilib, og'chi do'ngdiki palampay etiz tashlanib qoldi. Buningga agishibla dehqonlarning qoldiruq yer dal daraxtlari qaytirib berildi. Dehqonlar qala qo'y beqishqa, qo'shimcha egrik bilan shug'ullanishga rag'batlantirildi. Her cuma kuni yumaloq bozorda bozor bo'ladigan odatki kunlardami to'g'ri tuxum, sut, qaymoq, yal yemish, g'alvir sevat sotadiganlar uzilmaydigan bo'lib qoldi. O'z vaqtida kapitalizmning quyruqini kesimiz deb hammadan bek varqirganlar, qo'shimcha hunar kasb bilan shug'ullanadiganlarga kun bermaydiganlar, qo'lidan ish keladigan odamlarning sharaqshitib pul tepiyotganligini ko'rib o'ltirolmay qilishdi. Uni buni deb ularning yo'lini to'sib baqdi. Oxir bo'lmay o'zlari bu qaynamga kirib ketishdi. Daduy partiya yachaykisining shujisi Namat bilan muavin Daduyjon Abdug'ani axunlar o'zlari to'g'ri deb qaragan yo'lda ching turib keldi. Ular uzun yillik tajribasidan bundaq vaqtliq do'lqin qaynamlarning hamon iziga tushib ketadiganligiga ishonardi. Ammo ish ularning tasavvuridek bo'lmadi. 1983-yili mamlakat bo'yicha xalq kommunasi amaldan qoldirilib, yerlar oilalarga taqsim qilib berildi. Bu kunlar Namatning hayotidagi eng qorong'u kunlar edi. Tarixdan buyanqi har xil harakatlarda tortib chiqarilib, qalpoq kiydirilgan, nohaq ozor yeganlarning qalpoqi elib tashlanib, nomi asliga keltirildi. Sinipiy kurash tilga elinmaydigan bo'lib qoldi. Namat jahon o'zgaryapti, kapitalizm tirilib, o'tmishdagi boy pomishchiqlar yana xalqning shillasiga mindigan bo'ldi. Kompartiya buningga yo'l qo'ymaydi. Bu ish hamon surishtiriladi. Buni to'sadigan odam chiqmay qolmaydi deb yuqorining hujjat uqtirishlarini besib qo'ydi. Hatto yuqoridan kelganlar bilan qarshilashdi. Gongshada ichilgan yig'inda bizning bu ishlarimiz o'z qachitimizga o'zim urug'anlik bo'lmay nima? Shuncha yildan beri biz kompartiya kooperatsiya qurimiz, kommuna qurimiz deb jon tikmidikmi? Shu ishlarimizning hammasi nolga tang bo'ldimi? Yerni dehqonga qaytirib bersak, ularni qandoq boshqaramiz? Hamma odam o'z yerini tersa, biz nima ish qilamiz? deb qaynab so'zildi. Bu o'zgarish Abdug'ani Axunning kallasidan o'tmaydi. Kompartiya degan pulni do'st tutmaydigan, namratni, ojizni, adolatni yoqlaydigan partiya deydigan bir e'tiqod uning qon qiniga singib ketgan edi. O yosh vaqtlardan tortib, shu e'tiqodi yo'lida samimiy sadoqat bilan ishildi. Hatto jinini tikib qo'ydi. Azaldan huquqidan, o'rnidan foydalanib, naf olay, o'zimni samirtay demedi. Bugun o yoshlik bahorini, hatto butun hayotini beg'ishlagan, o'zi ulug', ahamiyatli deb bilgan ishlarning inkor qilinganini ko'rganida gangirab qoldi.
hatto ümidsizlendi. U dili boshqa, tili boshqa odamlardan emas edi. Zo'r o'zgarishlarga tezdan moslashib ketolmaydi. U faqat rahimsiz amaliyat davomida, po'latdek pokit va o'zgarish davomida azobliq tanlash va cho'nqur o'ylanish orqali ruhiy dunyosini yengilab tangshab ketalaydi. Buning uchun vaqt kerak edi. Yangi yeza siyosatlari illiq oftobdek zaminning bulung pishqoqlarini qo'ymay illatdi. Kooperatsiyalashish davrining salbiy qahramonlari İbrahim Gijin, Sidiq Oxunlar hayot bo'lgan bo'lsa, qandaq hissiyatda bo'lar edikin? Ammo dehqonlar o'tgan ishlarni aslab o'ltirmay, yerga qayta erishganidan cheksiz xo'shal bo'lishdi. Ularning bu xo'shalligi xuddi 50-yillarning beshida yerga erishgan dehqonlarning xo'shalligiga o'xshaydi. Ular mana endi buyruq bo'yicha ishlaydigan madikorga emas, haqiqiy dehqonga o'xshagan edi. Dehqonda yerga bo'lgan egilik huquqi bo'lgandila g'urur bo'ladi. Yerga muhabbat bo'ladi. O'z oldiga ish qilish erkinligi bo'lgandila ijtihotchanlik ham tirishchanlik bo'ladi. Ana shularga erishgan dehqonlarning qizg'inligi va g'ayratini hech narsaga tanglashtirish mumkin emas edi. To'g'raqliq kun sari o'zgarib o'tadi. Bo'libmi qumliqning ichkarisida neftlikning echilishi bu o'zgarishlarni hassilab tezlitib o'tgan edi. Neftlikka boradigan yo'l to'g'raqliqning yenidan o'tadi. Neftlikka boradigan yo'g'on avtomobillar, cho'ng ko'zubluq may avtomobillari, minibus, pikaplar yo'l bo'yida to'xtab, neftchilar dehqonlardan to'g'ri tuxum, yal yemish setib oladi. Ular baho talashmay o'zlarining deginiga oladiganligi uchun dehqonlar ular bilan savdo qilishga amroq edi. Kunlari o'tgancha bu yerda kichik bir bozor paydo bo'lishga boshladi. Yo'l bo'yida bir Sichuan oshxonasi, oshxona atrofida bir necha kichik do'kon, satrashxona, qiyniq girim qilib olgan, tor kiyimlarni kiygan xanzu cho'qonlar paydo bo'ldi. Bu cho'qonlar sho'pirlar va neft ishchilari bilan birdamda to'nishib, ular bilan oshxona, satrashxonalarga kirib ketadi yoki ularning mashinasiga chiqib birga ketadi. Sodda dehqonlar, ish ko'rmagan yosh bolalar ularga hayronlik bilan og'izni ichib qarab qoladi. Neftlik kengaygancha bozormi cho'ngaydi. Yo'lning ikki tarafidagi oshxonalar, so'g'uq ichimlik, aroq sharob, turmush buyumlarini sotadigan do'konlar bir-biriga ulashib ketdi. Yumunoq bozorda oshxona ichib, somsipazlik qilib, tuzuk pul topolmagan Rajab Og'un ismli yosh dehqon tunji bo'lib yo'l bo'yida Uyg'ur taomlari oshxonasi ichib, polo, langman, kavob, somsa setib, ro'naq tepishga boshladi. Uni do'rab yana bir nechisi oshxona, navoiyxona ochdi. Do'konlarning oldi, oshxonalarda moda naqshlar yangrab turadi. Un olg'u lentillari to'xtamay qo'yilib berganlikdan g'ajildab chiqadigan bo'lib ketgan edi. Bozorda pul tepayotganlarni, neftchilarning pulni sharaqshitib hajlayotganligini ko'rib, dehqonchilikdan ro'yyangan, ovqat qilg'udak dasmoyisi yo'q bir qism yoshlar bilan ish xo'shaqmaydiganlar doim oshxonalarning oldida quruq parang so'qib o'ltiradi yoki bozor arlab yeganning og'ziga, kiyganning uchisiga o'ng'iqib qarab yurishadi. Ularning orasida Zaynabxonning 22 yoshlarga kirib qolgan, bir o'ylanib, xotini bilan ajrashib ketgan o'g'li Ahmadmi bor edi. U og'aylarining orqasidan Urumchiga bir berib kelgandan buyon qo'liqiga gap kirmaydigan, qo'li ishga bormaydigan bo'lib qolgan edi. Uning to'g'raqliqda turg'isi kelmaydi. Bir yoqlarga beshini elib chiqib ketay desa, puli yo'q edi. Shunga
Yol boyida to'xtagan mashinalarga zan qo'yib, shoferlarga surkishib, ularga oshxona tonishtirib, mashinalarga suv akilib berib, atrofida cho'rgilab yuradi. Bir kuni to'yg'icha yeb ichib, bo'yinlarigacha qizirib olgan bir shofer put-qo'li chaqqan, taq turqi qamlashgan bu dehqon yigitga diqqat qilib qoldi. Uni yeniga chaqirib sharat bilan: "Menga bir yordamchi lozim. Men bilan ishkirga boramsan?" deb so'rab qoldi. Ahmad quloqlarga ishonmagandek turib ketib: "Mening pulim yo'q, ishkirda tonishimmi yo'q?" deb javob berdi. Shofer yana: "Menda pul bor. Men bilan birga mangsang, jiq yerlarni ko'rsan, pul topsan", dedi. Ahmad ma'qul bo'lib beshini langshitdi. U ishkirga berib olsamla bir amal qilib ro'zaxonni izlab topaman deb o'ylaydi. Ishkirning naqadar kengligini bilmaydi. U bir og'inisiga: "Odash, men ishkirga ketdim, uydagilarga deb qo'yarsan", deganda og'inisi uni chaqchaq qilyapti deb o'ylab qoldi. U shu kuni kashtala notanish shoferning mashinasiga chiqib ketib qoldi. Yo'l bo'yi shoferning siziqidan chiqmay tirishib xizmatini qildi. Shofer uni Xanan o'lkasining Jingju shahriga opirib, shaharning bir chetida oshxona ochadigan Uyg'urlarga tanishtirib qo'ydi. Bu ko'rinishda oshxona bo'lgani bilan amaliyotda oq chekidigan va sotadiganlarning uvisi edi. Ahmad bu yerda bir mezgil turib, do'kon xo'jayinlaridan va o'zidan saskandi. U yaxshi oilada islom aqidasi bilan cho'ng bo'lgan edi. Qon qiyniga singib ketgan pokiz aqida uni har vaqt yomon yo'ldan qaytishga undaydi. U oz to'lib pul topgandan keyin bu oshxonadan chiqib ketib, yangi tanishgan og'inlari bilan Guangzhouga bordi. Ammo bu yerdami ishlar uning orzusidek bo'lmadi. Bu yerdagi Uyg'ur o'quvchilarning ko'p qismi pul tepish uchun jonni tikib xatarga tavakkul qiladi. Qonun bilan o'ynashadi. Shunga bir mezgil pul topsimi, to'liq hollarda oqibati yaxshi bo'lmaydi. Ahmad bir mezgil qiqilib so'qilib gangrab yurdi. U shuni ko'rib yetdiki, bu yerdagilar hammamiz musulmon, hammamiz Uyg'ur deyishib turib, bir-birining o'risini ko'lishid ekan. Pul uchun bir-birining qinini to'kid ekan. Puli yo'q, ish ko'rmagan bechoralar hamma yerda bo'zak bo'ladi ekan. Ko'chada ochliqdan o'lib qolsang yoki mehmonxonada bekardan bekar pichoq yeb o'lib qolsang, o'zingning sho'ri ekan. Demak, Guangzhouda puttirab turish uchun pul bo'lmasa bo'lmaydi ekan. Ahmad pul uchun shundoq bir yo'lga qadam qo'yib qoldiki, u go'yo borsa kelmas yo'l edi. Bu yo'l shu yerlarda shirin xom xiyollar bilan tamtirab yurgan talay yigit qizlarning yoshlik bahorini, hayotini nobud qilgan yo'l edi. U shuningdan keyin ismini o'zgartib, yurti bilan bo'lgan aloqasini cho'rt uzib, suvga tushgan toshdek g'oyib bo'ldi. To'g'riqlar u to'g'risida xilma-xil parazlarni qilishadi. Har xil apqoshli gaplarni bir-biriga yetkazishadi. Ammo uning nadiligi, nima ish qiladiganligini ular mutlaq bilmaydi. Xo'sh, bugun mush yergacha o'qib beray. Mana 40 minutlar atrofida bo'pti. Davomini davomlashtiramiz. O'zingizni yaxshi asrang. Allohga omonat.